Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Aka, turdingizmi? Soat 12 dan oshdi-ku. Ha, turdim. Hozir. Bo'la qoling, men ham ishga ketishim kerak edi. Bo'pti, hozir chiqaman. Xo'p. Suhrob, suv olib kel. Suv olib kel, Suhrob. Mana aka. Hali yuzingizni yuvganman. Voqli turganman. Kecha yana ichib keldingiz aka. Sizga yarashmayapti, bu yaxshi emas. O'zim bilaman. Bu ichkilik bilan muammo hal bo'lib qolmaydi-yu aka. O'zi shu ichkilikning orqasidan shuncha muammoga kirib ketdik. Suhrob, endi sen boshlamagin. O'zimni dardim o'zimga yetarli. O'zim bilaman. Qachon ichish kerak, qachon ichish kerak emas. Endi siz men akamsiz. Bunaqa ahvolda ko'rgim kelmayapti men ham sizni. Ichadigan odatingiz ham yo'q edi. Endi bor. Hayot shunaqa. Birda unday, birda bunday. O'zingizni qo'lga olsangiz bo'lardi-da aka. Kundan kunga ahvolingiz yomonlashib ketyapti. Sizni ko'rgan odamlar menga aytdi, akani hech bunaqa ahvolda ko'rmagandi deb. Odamlar bilan meni nima ishim bor? Yoki meni kelib qarzimni to'lab qo'yadimi? Yoki oilamni tiklab qo'yadimi? Nima qilib beradi shu odamlar? Yaxshi yursang ham, yomon yursang ham gapiradi. Menga qizig'i yo'q odamlarning gapini. Odamlarning gapi menga ham qiziq emas aka. Menga sizning hayotingiz muhim, hayotingiz qiziq. Siz meni akam, jigarimsiz. Sizni shunaqa qilib yo'ldan qaytara olmasam, nima qilib yuribman? Bilaman. Menga achinyapsan. Rahming kelyapti. Mendan xavotir olma. Ishingga bor. Kech qolma. Bahrom aka, mana kechagi so'ragan hujjatlaringiz. Hadi. Men Davronni bu yerga nima maqsadda kelganini bildim. Xo'sh. Nima ekan? U amakisi bilan kelishib olgan. Bizdagi hamma ma'lumotlarni amakijonisiga yetkazib turadi. Sekin-sekin zavodda ham tortib olishadi keyin.
Bu aniq. Nimaga desang, Azamatboy ham xuddi shunaqa inson bo'lgan. Biron bir ish qilsa, to'g'ri qilmagan. Endi o'zing bilasan. Akani ukasiday baribir. U esa o'g'li. Bahrom aka, shunaqa gaplarni qayerdan olasiz-a? Sen meni gaplarimga ishonmayapsanmi? Xo'p. Ishondim ham deylik. Davronning ham maqsadi shu deylik. Lekin bularni kimdandir eshitdingizmi? Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Isbotingiz bormi? Hadi, bu hayotiy tajriba. Bo'lmasa nimaga keladi? Bunaqalarni ko'pini ko'rdik. Aka, biz zamonaviy emasmiz. Zavodni qo'shqo'llab topshirib qo'ymasak kerak, agar maqsadi shu bo'lsa ham. Topshirib qo'ymaymiz. Lekin Davronni kelishi menga yoqmayapti. Agar esingda bo'lsa, bundan bir necha yil oldin ham xuddi shunaqa ish bo'lgan edi. O'shanda ham Davronni bizga zarari tekkani yo'q. Keyin Bahrom aka, bunaqa xayollarni miyangizga chiqarib tashlang. Agar tushunib turibman, sizga yoqmayapti. Shunday bo'layotgan bo'lsa, uni chaqiring. Yuziga ayting. Gaplashib olasiz. Buni hech qanaqa bir muammoli joyini ko'rmayapman. Men uni gaplashish yo'lda tursin ko'rgim ham kelmayapti. Bo'lmasa indamang. Bilganini qilsin. Qani ko'raylik, agar maqsadi boshqa bo'lsa, ko'ramiz qani qayergacha borar ekan. Men uyga borishim kerak edi. Keliningizga bu narsa kerak edi. Menda ishingiz yo'qmidi? Yo'q, ishim yo'q. Mayli. Lekin bilib qo'y. Yomonni o'ylamasang, yaxshi kelmaydi. Mayli. Men ketdim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. To'xta. Bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Sen otaxonni otxonasida ishlamasmiding? Shunaqa. Mani dodam bo'ladilar. Sen nevarasimizdan? Shunaqaroq. Abu otxonani ham oldirib qo'yibsizlar-ku. Qodirxon tortib olibdi-yu, ha? Ko'chada qoldinglarmi endi? Ko'chada qolmadik. Nima bo'ldi? Siz kimsiz o'zi? Nima gapiryapsiz menga? Men sizni tanimasam. Tanimagan odamingiz bilan bunaqa gaplashmasangiz kerak. Batsan, meni tanimadingmi? Yo'q. Men Alisherboyman. Uzrat, tanimadim lekin. Dodangdan so'rasang, meni kimligimni aytadi. Alisherboy degani taniysizmi deb so'ragin. Xo'p. So'rayman. So'rab qo'y. Oxirigacha turib berasizmi ish qilib? Oddilarda ham mana shunaqa bemalol gapira olasizmi? Men xohlagan joyimda gapiraman. Men hech kimdan qo'rqmayman. Buni ustiga otxonani ham oldirib qo'yibsizlar. Mayli, bo'lmasa dodamlarga aytaman. O'zlari eslab sizni telefon qiladilar. Tanisalar raqamingiz bordir. Aytishing shart emas. Telefon qilmay qo'yaversin. Ha, yo'q, endi aytaman. Yo'q, bo'pti ukam. Indamay qo'yaver. Bo'pti ukam. Mayli aka. Yana gaplashamiz. Xo'p. Yaxshi boring.
Tillajon, Ha, Abduxot aka. nima qilib turibsiz? Sizni kuzatib kelgandim. O'zingiz nima qilib yuribsiz? Mani uyim shu yerda. Bolalarimni ko'rgani keldim. Ja, tez-tez kelib turibsiz-a bolalaringiz yoniga. Ha. Bolalarim bo'lgandan keyin nima qilishim kerak? Kelaman-da. Xabar olishim kerak-da. Otasiman. Yo, sendan so'rab kelamanmi? Sizga hamma narsa mumkin. Sizga rahmat aytmoqchi edim. Kun bo'yi bugun uyda kutdim. Kelmadingiz. Keyin shu yerga kelayotganingizni ko'rdim. Tez chiqarmikinsiz desam, ancha qolib ketdingiz. Rahmat sizga. Yordam berdingiz. Shu yo'l bilan ishonchimga kiraman deb o'ylasangiz, adashasiz. Men baribir sizga ishonmayman. Tilla, menga qizig'i yo'q. Sen ishonasanmi? Ishonmaysanmi? Xohlasang umuman ishonma. Menga farqi yo'q. Aka, sizni qanaqaligingizni men juda yaxshi bilaman. Sizni kirdikorlaringizni men baribir ochaman. Bo'pti. Ko'ramiz. O'sha kunlar kelaversin. Mashina qayerda? Mashina pastroqda edi. Qani ketdik bo'lmasa? Ketdik. Dada, yangilikdan xabaringiz bormi? Qanaqa yangilik? Endi bundan buyog'iga Davron akam bilan Bobur akam zavodni boshqarishar ekan. Xabarim bor. Shu ish bekor bo'ldi-de. Nimaga yaxshi-ku? Hozircha. Hozircha yaxshi. Ozgina vaqt o'tsin, ko'rasan nima bo'lishini. Bu Davron ham jasur bir turi. Bobur ham ahmoq. O'ylamasdan ish qiladi. Jasur olib keldimi? Olib keldi. Ana endi Davron akasini chaqirib olibdi. Ey bola, ko'zingni och. Sen yoshsan desam jahli chiqadi. Yo'da ham ish pachavasini chiqarib yuribdi. Obidjon, sen mani o'g'limsan. Zavodda bo'layotgan ishlarning hammasiga hushyor bo'lgin. Xo'p. Ayniqsa Davron akangga har bitta qadamini kuzatgin. Xo'p. Bironta hujjatli ishli bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'zing tekshirib chiqqin. Tushunarli. Undan hamma narsani kutsa bo'ladi. Nima bo'lganda ham Azimboy jiyani qon-qonga tortadi. Dada, lekin hozircha hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi yaxshi. Birdan kelib hamma narsani boshlab yormaydi-yu. U ham sekin kuzatadi. Vaziyatni o'rganadi bolam. Pul qayerdan tushyapti? Nima qilsa nima bo'ladi? Ana bundan keyin harakatga tushadi. Boburxonga gapirsam, gaplarim unga yoqmayapti. O'zing bilasan. Jasurda ham xuddi shunaqa bo'lgandi. Unda ham hech kim gaplarimni eshitgisi kelmagan. Gaplarim hech kimga yoqmagan. Mana oxir oqibat nima bo'lganini o'zing bilding, ko'rding. Obidjon, senga ishonaman. Yo'q, endi seni qo'lingda. Nima qilib bo'lsa ham bularni kirdikorlarni ikkalamiz ochishimiz kerak. Xo'p, tushunarli. Ertadanoq shu ishga kirishaman. Mayli. Hozir damingni ol, og'a.
Yevur, yevur. Keyin yorman. Ertalab choy ichmagandim-da. Yeb olaver. O'shaning uchun uylanish kerak. Nonishning vaqtida bo'ladi. Men bunaqa gummayib yurmaysan. Bilaman aka. Uylanaman. Shuni harakatdaman. Uyam bo'lib qolar. Mayli yevur. Keyman. Menga qara. Davrondan hech qanaqa shubhali harakat sezmayapsanmi? Yo'q. Hammasi joyidami? Ha? Tinchlikmi? Qaytanga yangi mijozlar paydo bo'ldi. Davron aka bilan ishlagan ekan avvallari. Yaxshi. Nimaga to'satdan so'rab qoldingiz? Aya, o'zim shunchaki. Men Sen ovqating yeb olaver. Yo'raymi? Ya, yo'q. Oling. Yo'q, rahmat. Lekin hammasi joyida. Kelganlardan beri ko'rib, kuzatib yuribman. Shirin ekan. Oling. Yo'q, yoqimli ishtaha. Davron akani oldin ishlaganlari sezildi. Ha. Ovqatlanib zavodga chiqarsan, men laboratoriyaga borib kelay. Xo'p. Ha, kelin. Yo'l bo'lsin. Abdulhamidni olib kelaman. Ha, yaxshi. Xonada mabodo Usmonning pullari yo'qmi? Yo, aytmoqchimanki, shu kunlarda ko'p pul olib kelmayaptimi? Bilmasam, men ular ishlariga aralashmayman. To'g'ri qilasiz. Demak, qayerda turganini ham bilmaysiz. Hozir Usmonning ishlari yaxshi emas. Shunga men o'zim yordam berib turibman-da. Har ko'rganimda pul berib, tirikchilikni o'tkaz. Bo'lar bo'lmasga sarflamagin deyman. Yo'q. Shunga orttiryaptimi, orttirmayaptimi deb sizdan shunga so'rayapman. O'zlaridan so'ring. Ha, to'g'ri. O'zlaridan so'rayman. Ha, mayli, bora qoling. Kech qolmang. Xo'p. Xonasiga kirib ko'rsammikin? Pullarimni olib chiqib oladi. Yana bir narsa boshlamay. O'zi shundoq ham yetib turibdi. Hozir jonim. Mana choy. Rahmat. Nargiza odam urib yuboribdi. Nima? Salla mendan yashirib ish qiladigan bo'ldilaringmi? Xudo ko'rsatmasin, o'sha odamga biror narsa bo'lib qolganda-chi? To'g'risi, unaqa odamlarga hech narsa qilmaydi Bahrom aka. O'zi nimadir qilish kerak edi. Bir joyi sinsa keyin ko'zi ochilarmidi? Boshi borib toshga tegarmidi? Nega meni qizimni xafa qiladi? Nima, u ko'chada qolganmi? Men qizimni himoya qilishga kuchim yetadi. Tushunmadim. Qizim dedingmi hozir? Ha, qizim. O'niz? Ha, Bahrom aka. Nima bo'ldi? Bolam bo'lgandan keyin muammosini hal qilib beraman-da, qo'shilaman-da. Siz o'zingizni ishingizdan, tashvishlaringizdan ortmasangiz, shu mayda-chuyda narsalar bilan sizni bezovta qilmaylik dedik-da.
demak mani bolalarimni qabul qilibsan-da. Iya. Bu nima deganingiz Bahrom aka? Men ostonadan uyga kirgan kunimoq qabul qilganman. Bu uyni muammosi meni muammoyim, tashvishi meni tashvishim. Chunki bu meni oilam. Hozir sen meni hayron qoldiryapsan. Nimasi hayron qolarli? Munisa opa, ovqatsiz o'raymi? Ha, siz o'ring. Hozir ovqatni Nargiza qildimi? Ha? Shunaqa, siz xavotir olmang. Biz allaqachon til topishib olganmiz. Bizda hammasi yaxshi. Mayli, biz ovqatni tayyorlab turaylik. Siz kirarsiz. Xo'p. Opa, odam baribir sevib turmush qurish kerak ekan. Sevgi bo'lsa, oila xotirjam, tinch, baxtli bo'ladi. Dadam bilan oyim rahmatli sevishib turmush qurishmagan. Shu sabab bo'lsa kerak, ikkalalari juda ko'p janjallashardi. Ko'p tortishardi. Buni o'zingiz ham bilasiz, bolaligimizda ham har kuni urush bo'lardi. Oyim bizni olib ketib qolardi, dadam yana qaytarib olib kelardi. Xullas shunaqa katta bo'ldik. Lekin ikkalamiz borligimiz uchun ham ular sabr qilib yashashga majbur bo'lishdi. Oxirida bir-birlarini tushunib yetdilar-ku baribir. Yaxshi yashashdi, janjal qilmay qo'yishdi. To'g'ri. Ko'pchilik o'sha joygacha yetib kela olmaydi, sabr qila olmaydi. Oila buziladi, ajrashib ketib qolishadi. Baribir hamma narsada ham muhabbat bo'lishi kerak ekan. Sen Sarvinozi to'yi to'xtaganidan keyin ja aqlli bo'lib ketdingmi? Undan oldin menga sevgi haqida gapirmasding, gaplashmasding. Gap unda emas. Agar Sarvinoz o'sha bolaga o'sha payt turmushga chiqib ketgan bo'lganda, hozir hayoti buzilgan bo'larmidi? Baribir turmushi o'xshamasdi. Chunki ko'pchilik oiladagi qiyin sinovlarga sabr qila olmaydi. Ha, oberamiz senga o'sha qizni. Buncha gapga aylantirding. Siz bilan bir mundoq jiddiy gaplashib ham bo'lmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, agar odam o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan oila qursa, hammasi yaxshi bo'ladi, yaxshi yashaydi demoqchiman. Keyin o'zingiz ham o'zingiz yaxshi ko'rgan, yoqtirgan odamingizga turmushga chiqing demoqchiman. Ha, bo'pti. Rahmat maslahating uchun. O'ylab ko'raman. Ha, o'zingiz bilasiz. Bo'pti, men charchadim. Ozgina dam oling. Ha, ukajonim. Qizim? Otajon! Asal qizim meni. Sog'inib ketdim. Qayerda eding? Yaxshimisan? Iymona, bu yoqqa kel. Adamni sog'inganman, men adam bilan ketaman. Bu yoqqa kel deyapman senga. Ading seni sog'inmagan baribir ham. Nimaga keldingiz bu yoqqa siz? Qizlarimni olib ketgani keldi. Men sizga nevaralarimni bermayman dedim-ku. O'zi tunov kuni ham ichib kelib, rosa sharmandamni chiqardingiz. Sharmanda bo'ldingizmi? G'urur bormi sizda? Tushunmadim. Nima deganingiz u?
Agar g'ururingiz bo'lganda shu go'daklarni o'ylagan bo'lardingiz. Sizda g'urur yo'q. O'zingizdan boshqasini o'ylamaysiz. Imona, yur ketdik. Yo'q, odam bilan ketaman. Yur. Sizga ketmayman deyapti bu qiz. Yur. Qo'yib yuboring. Meni ber. Odam bilan ketaman. Imona, yig'lama qizim. Olib ketaman seni. Baribir olib ketaman sizlarni. Mayli Obidjon, ko'rishamiz. Xo'p, bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel o'tir. Ha? Kelmay qo'yding? Ishim yo'q-da. Ishim bo'lsa kelamanmi? Zavodda ishim ko'p. Sanam. Band odam bo'lib qolding. Bahrom aka. Nima xolis mendan aka? Nima qilay? Nima qilsam ham yoqmayapti. Men tushunmayman sizni. Bobirxon, ukam. To'g'ri, ana kuni sal qizishib ketdim. Lekin bilib qo'y. Men seni o'ylaganim uchun o'sha gaplarni gapirdim. Bilasan, men seni o'zimga yaqin olaman. Shuning uchun yuragim achigandan gapirdim. Xo'p, nima qildingiz aka? Sen o'ylab ish qil. Bo'ldi. Jasur. Qancha muammo olib keldi senga. O'zingiz yon bo'lsa mayli. Lekin butun boshli zavodga ziyon keltirib ketdi. Bilmay qolman-da aka. Uzr so'rayman. Shu ishlarni oldini olib majbur seni urishyapman. Ertaga davrondan keyin ham aka bilmay qoldim deb uzr so'rab qutulasanmi? Bahrom aka, Davron akanning yomonligiga kim kafolat beradi? Yomon bola emas. Xo'p. Yaxshiligiga kim kafolat beradi? Davronni xiyonat qilmasligiga javob bera olasanmi? Uni taniganingga qancha bo'ldi? Ha? 3-4 yil bo'ldi. Sanga-ku 3-4 yil bo'pti. Men uni bolaligidan yaxshi bilaman. Endi o'ylab ko'r. Kimni gapi to'g'ri? Menimi? Yo senimi? Nima qilay, Bahrom aka? Haydab yuboraymi? Lekin hozir kelishib qo'ydim. Endi qanaqa qilib men keting deyman. O'zim borgan bo'lsam. Bilmadim. Men seni shunchaki ogohlantirib qo'ydim. Ertaga pushaymon bo'lganingni men oldimga yig'lab kelma. Hop, kelmayman. Bo'ldimi? Ketavering, menga ruxsatmi? Endi sizni tez-tez yo'qlab turaman, Bahrom aka. Xavotir olmang. Yaxshi. Sodiyona, menga qara. Senga bitta haqiqat aytishim kerak. Xo'p, qanaqa? Faqat hech kimga aytmasang bo'ldi. Yetinchi qanaqa haqiqat? Dinara kenaymi bu ahvolga tushishlarda amakim aloqalari bor. Men o'zi bu yerda bir gap borligini sezgandim. Gapiring, nima qildilar yana? U yog'ini ayta olmayman. Abbo, bilasiz-ku Usmon aka? Aytdim-ku mana senga. Bo'ldi, boshqa nima deb va'da berganman. Hozir shu sizni bitta va'dangizni deb bitta odam taqdiri hal bo'lyapti, bilyapsizmi shuni?
yo uyali yo buyali bo'ladi. Bilaman. Vaqt soati kelib balki ochilar. Xullas qiynama meni. Davolatamiz. Faqat bu gap ikkalamiz o'rtamizda qoladi. Eshitdim, hech kimga aytmaysam. Qanaqasiga aytmayman, aytaman. O'shaning uchun senga bitta gap aytgim kelmaydi. O'zingni gap turmaydi. Bir pasda aytishing kerak. O'chirib qo'ying telefoningizni. Senga tegyapti men telefonim. Ha, gapi gapga qo'shmayapti telefoningiz. Telefon gapi gapga qo'shmagan hech qachon. Obbo, ayting haqiqatni. Men aytib bo'ldim. Aytmasangiz aytmang. Xullas, bu gap ikkalamiz oramizda qolsin. Yur, aylanib kelamiz. Aylanadigan kayfiyatdaman de hozir. Yur. Marojniy bu narsa olib beraman. Kutib turaman. Chiq. Hozir chiqaman. Bo'ldi. Xo'p, kelishdik. Ko'rishamiz. Dada. O. Keyingi haftaga Munisa opamni tug'ilgan kunlari edi. O'shanga nimadir qilamizmi? Tabriklab qo'yaylik, ko'ngillari ko'tariladi. Sen qayerdan bila qolding? Bilib qoldim-da. Bir yilga mehribon bo'lib, inoq bo'lib ketyapsizlar-a? Tag'in meni esingdan chiqarib qo'ymagin, qizim. Unaqa demang, dada. Endi shuncha payt til topsholmadik. Qiynaldik. Hozir hammasi yaxshi. Men ham ularni ko'p xafa qildim. Shu bahona uzr so'rab olarmidim ulardan. Biron bir reja bormi? Nima qilmoqchisiz o'zi? Obidjon bilan kechasi tabriklamoqchimiz. Faqat nima faqat? Ozgina pulimiz yetmayapti. Muammoing shumi? Siz pul bersangiz, qolganini o'zimiz tashkillashtiramiz. Bo'ldi. Qancha kerakligini aytsang, beraman. Xo'p bo'ladi. Kirarsiz unda. Yaxshi. Ilohim ko'z tegmasin. Muzdayroq o'tiramiz-da. Usmonlarga umuman yoqib bermayman. Pul ketadi. Siz mehmonsiz. Pochcha, ertaga oyim keladilar. Nimaga? Dinar opani ko'rishga. Doktorga boramiz ertaga. Oyim hamma xarajatlarini o'zlari qilar ekanlar. Yo'q. Ha. Nima qo'rqib ketdingizmi? Ne qo'rqaman? Xursand bo'lib ketdim. Pul topolmayotgandim o'zi. Hamma doktorga olib bor deb qo'ymayapti. Lekin birortasi kelib, mana bu pulni ol demaydi. Nigoraxon pulim yo'q-da. Ha, Davron keldi-ku, olib boraman dedi-ku. Doktorni ham gaplashganda olib bormadingiz. Buni tarixi uzun, Nigoraxon. Ha, mayli, xafa bo'lmang. Albatta oyoqqa turib ketadilar. Shunaqa bo'lsin. Lekin ovora bo'lmasalar ham mayli edi. Havo issiq bo'lsa, kasal bo'lib qolishlari mumkin opam. Agar juda ham ko'ngillari bo'lmayotgan bo'lsa, mayli, pulini berib yuborsinlar. Men o'zim doktorga olib boraman. Yo'q, ovorasi bormi? O'zlari keladilar, men bilan birga. Baraka toping, Nigoraxon. Men to'g'ri sizga qoyil qoldim. Meni xotinimning hayoti hammani qiziqtiryapti. Qarindosh urug'lari ko'ynidan bunaqa tez joy oladi deb o'ylamagandim. Ha, endi
qarindoshmiz, begona emasmiz. Shunaqa payt qarab turmaymiz-ku. Qarindoshlar hozir bir-biri bilan aloqani uzib turgan payt. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. To'g'ri aytasiz Nigoraxon. Rahmat sizlarga. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Bechora xotinimdan ayrilib qolamanmi deb o'yladim. Nigoraxon, rahmat. Qanday qilib bunaqa bo'lib qoldi, o'zim ham hayronman. Biron narsa bergandir-da kimdir. Bo'lishi mumkin. Lekin bularni o'zini avlodida bor ekan. Mayli pochcha, buniki hal qilamiz. Men bora qolay. Qizimni olishim kerak. Enagasiga berib kelgandim. Rahmat Nigoraxon, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. So'rab qo'ying opamlarni. Xo'p, mayli. Kuzatib qo'ya qoling. Ey, nega jim bo'lib qolding? Gapirsin-chi. Suhrob aka. Hm? Sizdan bir narsa so'rayman. Xo'p. Yana nima savol bermoqchisan? Ha, bilaman seni. Yangi kelgan qiz nima qilyapti? Qaramayapsizmi? Yana har xil shunga o'xshash savollar berasan-da. Mabodo men bu hayotda yo'q bo'lib qolsam, siz nima qilasiz? O'laman. Sensiz menga yashash keragi yo'q. Nima qilasan bunaqa gaplarni gapirib? Odamning kayfiyatini tushirib. Kayfiyatingizni tushirmang, shunchaki so'radim. Meni qanchalik yaxshi ko'rishingizni bilmoqchi bo'ldim. Shuncha payt yurib, bilmadingmi shuni? Bilaman. Eshitkim keldi. Sevinch. Sensiz menga hayot yo'q. Shuni hech qachon unutma. Men bu dunyodan ketishim mumkin. Hammasiga chidayman. Lekin sensizlikka chidolmayman. Xavotir olmang. Men ham tashlab ketmayman. Qutula olmaysiz hali. Iltimos, oyinikiga borib ke, 3-4 kun borib turib kelgin deb aytasiz. Baribir ketmayman. Mayli, roziman. Fikringiz o'zgarib qolmasa bo'ldi. Yo'q, o'zgarmaydi. Qayta bunaqa savollarni berma. Nima qilibdi? Kelishdingmi? Sanlardan keyin otxonadagi otlarni mazasi bo'lmayapti. Ahvoli og'ir. Bir xizmat bilan qo'ng'iroq qilayotgan. Bo'ldi, qanaqa xizmat? Mashinamni sotishim kerak. Nima qilamiz? Nargizani Nodirxonga beramizmi? Sani kallang joyidami? O'ylab gapiryapsanmi? Shunaqa aka. O'zingiz qilar ish qilib qo'yasiz-da, keyin o'tirash shunaqa. Yengiltak qizni boshingga urasan. Og'zingizga qarab gapiring. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.
Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin.